Yuzi xira, dog'i bor opajonlar, yaqinroq keling. Va erinchoq opalar. Yuziga toner surib o'tirishga, makiyaj qilishga, xullas qalom, erinchoq bo'lsangiz, bunda yaqinroq keling. Sizlar uchun Koreyada shunaqa mashhur bo'lgan pedlarimizni obzorini qilib beraman. Milliy kiyimchalarimda, ko'ylak lozimlarimda bugun sizlar bilan shunaqa pedlarimizga Medipel firmasini pedi. Bu qizlar yuzi xira, yuzida dog'i bor opajonlarimiz uchun mana shunaqa tayyor paketchada pedlar shundoq olasiz. Hattoki buni makiyajdan oldin ham ishlatsangiz bo'ladi. Yuzni peeling ham qiladi, yuzga uhud ham beradi, yuzni oqartiradi. Bir haftada rezultatini bilasizlar. Mana shunaqa tayyor pedlar bo'ladi. Xohlasanglar yuzinglarni artib chiqasizlar. Xohlasanglar bundoq qo'yib olsanglar bo'ladi. Vitamin C li qizlar yuz rangini oqartiradi, tekislaydi, dog'lar ochirtiradi, akneni kamaytiradi, yaxshilab beradi. Hamma teri egalariga tushadi, faqat sezgir terilar bir haftada bir marta ishlatishlarini tavsiya qilamiz. Sababi sezgir terilarga vitamin C tarkibli narsalar kuchli bo'lishi mumkin. Makiyajdan oldin ham yuzingizni peeling qilish uchun, tozalash uchun ishlasanglar bo'ladi. Bemalol xohlasanglar qo'yib tunda uxlasanglar bo'ladi. Xohlasanglar artib tozalasanglar bo'ladi. Toner surib o'tiruvchi opalarimiz uchun juda ham qulay va yana solib qo'yasiz buni. Shunday yopib qo'yib saqlab qo'ysangiz bo'ladi buni. Juda ham qulay. Sumkada olib yursanglar ham bo'ladi, mashinada shunchaki surib ketsanglar ham bo'ladi. Juda ham qulay. Mana shunaqa pedlar Koreyada juda ham mashhur bu. Yuzi xiraligi bor, dog'i bor opajonlarimiz uchun mana shunaqa vitamin C li pedlardan keldi. Zakaz uchun hech kimga yozing, kommentariyada plyus belgisini qoldiring. Narxlari va zakaz uchun.